Aziz do'stlar, bugun siz azizlar bilan Realmed klinikamizda tez bo'shanish muammosi bilan kelgan bemorlarimizni qanday qilib etapma-etap davolashimiz haqida Anvar Anvarov bilan birgalikda sizlarga aytib beramiz. Suhbatimizdan oldin hamkasbimizni sizlarga tanishtirsam, Anvarov Anvar, biz birgalikda 15 yildan beri bemorlarga jinsiy salomatlik bo'yicha birgalikda yechim berib kelamiz. Aynan klinikamizga ham murojaat qilib kelgan barcha jinsiy salomatlik bilan bog'liq bemorlarimizni birgalikda maslahatlashib davolab kelamiz. Anvar, mana ko'plab obunachilarimiz tomonidan savol kelgan. Sizlar tez bo'shanishni qanday qilib davolaysizlar? Mana shular haqida ham yechimlar beringlar deb internetdan, YouTube, Instagramdan juda ham ko'plab bemorlar yozishadi. O'zi aslida ushbu kasallikni onlayn davolab bo'ladimi, yo'qmi? O'zi qanaqa etaplarda biz klinikamizga kelgan mijozlarimizga yechim beramiz? Mana shular haqida batafsil tushuntirib bersak. To'g'ri aytdingiz, Ilyos, juda ham ko'p savol beradi. Internetga kelgan bemorlar sizlarga qanday tez bo'shanishni davolaysizlar? Bez operatsiya, bez dori. To'g'ri, tez bo'shanish bu kasallik emas, bu asorat. To есть prostata bezining shamollashlardan asorat bo'lishi mumkin. Asablar, yoshlikdan anonizm, ko'p pornografiya ko'radi. Yana bitta ikkita har xil kasalliklarda asorati. O'shanga bizlar yechim topganmiz. Yechim qanday? Dorisiz, operatsiyasiz. Lekin bu muammoni asoratni bitta tabletka bilan yoki operatsiya bilan bir kunga hal bo'lmaydigan narsa. Buni ustiga ishlash kerak. Undan oldin mana bizim klinikaga kelgan bemorlar birinchi o'chirda biz qilgan narsamiz bu diagnostika. To есть kelgan bemorni eshitib, suhbat qilib, полный обследованияni o'tkazib, diagnozni qo'yib, shamollashi bo'lsa, shamollashni lechение qilamiz. Psixologический o'zgarishlar bo'lsa, psixologический psixologimiz bor, gaplashadi. Nevrologический bo'lsa, nevropatologimiz bor. Undan keyin уже hammasini lechение qilib bo'lgandan keyin уже tez bo'shanish asoratiga o'tamiz. Xuddi shunday, men ham ko'plab obunachilarimizga aytganman, ya'ni tez bo'shanishda birinchi bo'lib bu asorat haqiqatan ham nimadan kelib chiqqanligini aniqlaymiz birinchi etapda. Agar shamollashdan bo'lsa, shamollashlar, nevrologik buzilishlar bo'lsa, o'sha nevrologik buzilishlar va hokazolarni demak aniqlab olib, undan keyin ikkinchi etap, ya'ni kuch-quvvatni oshirish, jismoniy, jinsiy quvvatni oshirish ustida ishlaymiz. Undan keyin esa, demak, aloqa davomiyligini uzaytirish ustida ishlaymiz. Xuddi mana shu shikoyat bilan kelgan bemorlarimiz birinchi bo'lib qabulimizga yoki meni yoki Anvarni qabuliga kelib, suhbatdan o'tib, demak, tekshiruvlar rejasini qilamiz. Tekshiruvlar rejasini qilganimizdan keyin bemor barcha tekshiruvlardan o'tib, bir kunning ichida demak javoblari chiqadi. Barcha tekshiruvlar natijasiga qarab birgalikda maslahat qilamiz. Bu bemor bilan qanday qilib ishlaymiz? Ya'ni bir hafta, 10 kundir, undan ko'proqdir, demak birgalikda o'sha aniqlangan muammolarni birinchi bo'lib bartaraf qilib olamiz. Mana shu joyga sizga qo'shmoqchiman, Ilyos. To'g'ri, bemorlar keladi, bir kunga muammoni hal qilishga xohlaydi-da. No, o'zimiz ham bilamiz, u dorilar, даже nechtasi operatsiya qilib kelganlar ham u hammasi временный. O'shanga bizlar spesialniy programma qilganmiz, bitta ikkita qimmat apparatlar olib kelganmiz, MCL kreslamiz bor, UVT bor, UZTmiz bor, tepaga nevrologik muolajalarimiz bor, igloterapiya, massajlar, yana bitta ikkita yangi apparatlarimiz bor. O'shalarni qo'shib bizlar birinchi kurs, значит, полный siz aytganday shamollashlarni, asoratlarni lechение qilib bo'lgandan keyin ikkinchi kurs vitaminoterapiya, ozgina kuch-quvvat, a уже потом uchinchi kurs bizlar minimalniy bergan dorilar deyarli ishlatilmaydi. Faqat tavsiyalar, bitta ikkita vitamin bilan, mashqlar bilan tez bo'shanishda asoratini hal qilishga harakat qilamiz. Mana Anvar, ko'pchilik qabulimizga kelib, hamma o'sha tekshiruvlardan o'tgandan keyin bizga aytadi, menga uyga dori yozib bering deydi yoki shuni tavsiya bering, men shu tavsiyalarni olib sizga kelib natijasini aytay deydi. Mana shu
tavsiyalar qanchalik bemorlarga yordam bergan? Bizgacha ham ular mutaxassislarga borgan, antibiotiklar ichgan, dori darmonlar, ukollar olgan, lekin hech qanday natija olmagan. Mana shular haqida ham aytib bersangiz. To'g'ri, iloj, spreylar, har xil dorilar, bu hammasi временный effekt. Bir kun, 2 kun ichiga yillab bo'lgan asorat, tez bo'shanishni hal qilish невозможно desak ham bo'ladi. Shuning uchun biz kasalga, bemorimizga tushuntiramiz. Bu asorat, uni oylab, kerak bo'lsa 6 oy, 3 oydan 6 oygacha uyga tavsiyalar beramiz, mashqlarda beramiz, nima qilish kerak, biz bilan aloqada bo'ladi, har oy bizga ko'rinib turadi. Iloji bo'lsa kelib bergan mashqlarni bizga natijasini aytib turadi. O'shanda bizlar 3 oydan 6 oygacha rezultat bo'lgan rezultat u hayotda oxirigacha qoladigan rezultat. То есть временный emas. И bu yerga eng ключевой narsa dori, darmon, spreylar bu 20-30% beradigan natijalar. Bizlar bergan tavsiyalar agar bemor bajarsa, hammasi biz bergan tavsiyalar, qilgan mashqlarda bu olgan rezultatni umrida oxirigacha qoladigan rezultat. Shunday. To'g'ri aytasiz, mana ko'pchilik bemorlarimiz tezroq natijaga erishmoqchi bo'ladi yoki juda ham kech murojaat qilishadi. Mana bemor keladi, meni oilam buzilish arafasida, ayolim bilan yaxshi aloqa qila olmayapman, urush, janjal, kelishmovchilik yoki ayolim uyga ketib qolgan, meni yaxshi qilib bering deb oxirgi etaplarda bizga murojaat qilishadi. Ana shunaqa muammolar bilan bo'lgan bemorlar, mening tavsiyam to'ydan keyin agar sizda tez bo'shanish kuzatilsa, vaqti cho'zmay mutaxassisga sразу murojaat qilsangiz yaxshi. Потому что ko'p bemorlarimiz bizga keladi, murojaat qiladi. Ular bizdan oldin har xil spreylar, aptekadan dorilar, internetdan har xil qanday tavsiyalarni olib, natija ko'rmay, nabarot o'zini sog'lig'ini yo'qotib keladi. Shunaqa vaziyatlar bo'lmash uchun bizga lecheniямizga osonroq bo'lish uchun, shuning uchun bemorlar agar sizda shunaqa muammolar to'ydan keyin kuzatilsa, bemalol mutaxassisga murojaat qilsangiz bo'ladi. Ko'pchilik bemorlarimiz haqiqatdan bizga masalan murojaat qilib, mana shunday tez bo'shanib qo'ygandan keyin bergan tavsiyalarimizga ikkilanmasdan vaqtida amal qilgan bemorlarimiz 1 oy, 2 oy ichida aloqa davomiyligini o'zlari xohlagancha uzaytiradigan darajaga chiqishgan. Bu haqda mana shu ijtimoiy tarmoqlarda ham, demak, bemorlarimizning odzivlarini chiqarganmiz. Yana bir bor o'zingiz eshitib ko'rib, bu narsaga guvoh bo'lishingiz mumkin. To'g'ri, ancha bemorlar bizda foyda ko'rgan, lekin tez bo'shanish juda ham nozik tema. Hamma erkak ham rozi bo'lmaydi odzivni berishga yoki kommentariy berishga, rolikka chiqishga. No, bitta ikkita bemorlar bergan odzivlarni обязательно bizlar chiqarib, sizlarga natijani ko'rsatamiz. Mana aziz do'stlar, qisqacha xulosa qiladigan bo'lsak, tez bo'shanish muammosi bu davolab bo'lmaydigan holat emas. Agar siz qancha erta mana shu muammo bilan vaqtida kerakli mutaxassisga murojaat qilsangiz va etaplar bo'yicha to'g'ri tekshiruvlardan o'tib, muolajalarni vaqtida oladigan bo'lsangiz, siz ham aloqa davomiyligini o'zingiz xohlagancha uzaytiradigan darajaga chiqishingiz mumkin. Albatta bu narsa bitta tabletka yoki ukol bilan bo'lmaydi. Maxsus muolajalar ketma-ketligini olganingizdan keyin albatta bu natijaga erishishingiz mumkin. Bu narsani orqaga surgan bilan yoki boshqa yo'llar bilan davolayman deb uringan bilan baribir vaqtingiz ketadi, mablag'ingiz ketadi. Sog'liq. Baribir nima deydi? Hech qanday natijaga erisha olmasligingiz mumkin. Shu sababli shu kasallikdan bir qancha bemorlarga biza yordam berganmiz. Nasib bo'lsa, sizni ham ushbu muammodan qutulishingizga yordam beramiz. Agarda sizda qanaqadir savollar bo'ladigan bo'lsa, bemalol kommentariyada yozishingiz mumkin. Agarda muammo bo'ladigan bo'lsa, ijtimoiy tarmoqlar orqali yoki quyidagi raqamlar orqali bizga murojaat qilishingiz mumkin. Manzilimizni eslatib o'tamiz. Manzilimiz Samarqand shahri, Mahmud Qashqariy ko'chasi, 84-uy, Mo'ljal Royal Hall restoran. Ushbu videomiz sizga manfaatli bo'lgan bo'lsa, kanalga obuna bo'lib, videoga like bosishni unutmang.
keyingi uchrashuvlarda ko'rishguncha. Anvar, sizga rahmat.